Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugun hafta kuniga payshanba 18-dekabr 2025-yil. Biz yana xonadonimizdan video syomkalarini boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Videolarimiz boshida eslatib o'tamiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonidagi obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Demak, boshladik. Kecha qilingan videolardan 5 ta sotildi, yangi yana qo'shildi. Shuning uchun yana bir syomka qilyapmiz. 7 ishtilar bilan ko'rsatib, 10 ta, 11 ta nojim bor. Kuragi bor, yemga tayyori bor. Yetalab boqadigan shvedcha xunojinchalarimiz bor. Hozir shularni batafsil tushuntirib o'tamiz. Oldin yeb ichishini ko'rsatib o'taylik. Demak, vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo tekin. Bitta olsalaring ham, ikkita, 3 ta olsalaring ham, nechta olsalaring ham vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda. O'zakchalarda hammasini 7 ishda sog'liklari yaxshi, xudo xolasa kamchiliklari yo'q. Xo'p, arqa tomondan ko'rinishlari, bo'ylari birdan baland hammasi. Mana shu ikkalasi ham birdan baland 1 metrga olaverasizlar. Qolgani 1.10, 1.5, 1.15 har xil bo'y bastilari. Hammasi ahvolda kelishgan toza vajlar. Xudo xolasa yaxshi. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, podpiska qilib turasizlar. Mana shunaqa xunojim boqaman deydigan do'st birodarlarga podpiska qilib, kanalimiz podpiska qilib qo'ysalar yana ham yaxshi bo'ladi. Narx-navolar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Kuragi bor variantidan bo'y bastilari yaxshi. Buni doim ko'rsatib o'tamiz. O'zimiz boyatgan xunojin, lekin xaridor bo'lsa sotaveramiz. Ukor-dorilari bo'lgan, vaksinalarcha qildirib qo'yilgan. 9,5 million so'm, bo'yi 1.15, 7 ishtida kamchiligi yo'q. Xo'p, mana bu xunojinimiz. Bu ham 1.10 dan baland. Et voshi yaxshi, yem yeb turgan variantidan. G'ovda voshi kelishgan, yaxshi boqsa bo'laveradigan varianti. Xo'p, narxi keladigan bo'lsa 11 million 200 ming so'm bunisi. 7 ishtida umuman kamchiligi yo'q. O'g'irda tozalab qo'yadi. Hop, mana busi ham 2 yosh, bo'ylari 1.15 chiqadi. 7 ishtilari yaxshi, arqalari ham kelishgan. Kepa-mepa yeb qo'yib turgan bu. Eticha ayblaydigan emas, yaxshi. Narxi keladigan bo'lsa 11 million 400 ming so'm narxi. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerlarga aloqa chiqishlari mumkin. Telegram, WhatsApplar ishlab turadi. Alohida videoda silang, alohida videoni qilib berishimiz mumkin. Bo'ylari 1 bunisini 1.5 chiqadi, 1 metrga olaveringlar. Narxi keladigan bo'lsa 8 million 300 ming so'mga dastlabki xizmatlar bilan qilib beramiz. Eslatib o'tamiz, biz qo'yayotgan narxlar bozorga aloqasi yo'q. Bozorda bunaqa narxlarga olib olish qiyin. Doim aytaman, bizda xudo xolasa hamisha yo'lida bo'ladi. Toshkent voha emas, o'zimizning mesni mollardan bular keyin nima tashlasalarni yo'radi, oxir tanlamaydi. Shvedchamiz bor mana 10 million 300 ming so'm, bo'ylari 1.5. Nariga olani ham bo'yi 1.5. 10 million bunisi, 10 million 300 ming so'm bunisi. Qiziqqanlar bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Mana bu ikkala shvedchamizni bir joyga olamiz deydigan odam bo'lsa 8 million 200 ming so'mdan dastlabki xizmatlar bilan yetkazib boramiz. Mana busini endi zo'r, mana busini sal og'irroq unga qaraganda. Lekin bu ham yaxshi, yetishda kamchiliklari yo'q. Bemalol ko'rib olishlari mumkin. Ikkita zo'r yemlab sigir qilib olaman deydigan odam bo'lsa, mana shu xunojinlarni tavsiya qilamiz. G'ovda voshlari ham 1.10. Sifati ham hamma yo'g'i joyida. Narxiga 10 million 600 ming so'm. Xudo xolasa kamchiliklari yo'q, zo'ridan. Toza vaj boqaman deydigan odam bo'lsa, mana shu ikkalasini tavsiya qilaman. Qiziqqanlar yana bir bor eslatib o'tamiz. Ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqishlari mumkin.
Telegram, WhatsApp'lar bor. İmkoniyatlaring bo'lsa tepasiga kelib savdolasha olsalaring yana ham yaxshi. Chunki telefonda sal kattaroq ko'rinishi mumkin, lekin bo'y-bastilar ham to'shni aytyapmiz. Qiziqqanlar aloqa chiqaverasizlar. Shuning bilan bugungi video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashlik siz va bizlarga nasib bo'lsin. Oilalaringga, qilayotgan ishlaringga, chorvalaringga Allohdan fayz baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir bor eslatib o'tamiz, videolarimizni bittadan like bosib, qaddish turasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.